Salom do'stlar, sizlar bilan Iminov Dilisi yangiliklar kanalidan xo'sh do'stlar, bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan Dream Liga Soccer 2026 o'yinida anchadan beri futbolchilar full qilmay qolgandik va bugun juda ham eski, juda ham bir o'sha eski emas, o'rtacha eski bo'lgan va ko'pchilik odamlarda ko'nglidan joy olgan Roberto Firminoni xudo xolasa sizlar bilan full qilamiz. Xo'sh do'stlar, videorolikni boshlashdan albatta videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanunda biz videorolikni boshladik. Aytgancha do'stlar, qizil kartaliklar, yangi Champions playerlar, yangi klassik playerlar, barcha yangiliklar Telegram kanalimga tashlab borilyapti. Barcha o'sha futbolchilarda reytinglari, kimlar ko'tarilishi, kimlar tushishi barchasi tashlab borilyapti. Yangiliklardan to'liq ma'lumotlar olmoqchi bo'lsanglar, albatta Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Va bilasizlar, qizil kartali futbolchilarni sezon pas orqali olar ekanmiz. Sezon pasga aksiya ham bo'lyapti, tekin sezon pasga. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Silkasi описаниеda hamda kommentariyada bo'ladi do'stlar. Biz videorolikdan boshladik. Biroz o'sha videorolik yarqisini ko'taraylik. Xo'p, endi ovozlarni biroz normaga keltirib olamiz. Bo'ldi. Ana endi boshlaymiz. Xo'p. Komanda ekrani olamiz. Transferda aytgancha bitta narsani ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Thiago Silva darajaga qaytdi. Endi bilmadim, hozir ko'rib qoldim, qaytibdi. Shuni ham aytib o'tay dedim. Va shunga o'xshash futbolchilar Usmon Dembele, yangi Chempionlar Ligasining g'olibi. Zo'r kartasi ekan. Ajoyib. Xo'p, biz videorolikni boshladik. Endi Firmino haqida ko'p narsa bilmayman. Oldin bular juda ham ajoyib trio bo'lardi bulardan, o'sha Salah, Firmino, Mane. Juda ham zo'r trio edi. Menga shaxsan yoqardi. Qani biz unda Firminoni kuchaytirishni boshladik. Ovozlar normada. Va birinchisiga o'sha chidamlilik darajasiga tushyapti va 81 bo'lib ketdi. Xudo xolasa maksimal darajada ajoyib tarzda gol qilishga harakat qilamiz. Firminoni. Endi Silaga tushaversin, mayli. Nima bo'lgan taqdirda ham Firmino sostavda bor. Bu aytgancha Fazliddin degan obunachimiz akkauntiga. Obunachimiz menga video uchun mana shu akkauntini bemalol ishonib topshirdi. Kattakon rahmat, shunchalik bir sizlar uchun qiziqarli videorolik tayyorlashimga yordam berdi. Kattakon rahmat. Xo'sh. Endi Firmino haqida juda ko'p ma'lumotlar bilmayman. Asosan bu varataga qaramasdan tepib gol urishlari bilan mashhur bo'lgan. O'sha Saudiya Arabistonga o'tganda ham imzo qo'yayotganda varoqqa qaramasdan imzo qo'ygan. O'sha narsalar esimda. Yana nimalar haqida bor bu? Bo'ldi, biladiganlarim shu do'stlar. 2019-2020-yillar adashmasam pik paytda edi bu. Xo'sh. Toshkent juda ham issiq. Ob-havo haqida ham gapirib qo'yaylik. Toshkent ancha dim do'stlar. Issiq havo 35-36 gradus bo'lib yotibdi. Endi yozning o'rtasida bundan ham balandroqqa chiqsa kerak. Xo'p, Firminoni tepasidan hammasini 90 qilib qo'yalamizmi? Hozir 3 ta 83 bo'ldi. 1 ta 84. Tak, yana Silaga tushyapti. Xo'sh, ana endi chidamlilik darajasiga. Yana Silaga shu Silasini bir 100 qilib turib, keyin bu yoqdan 300 chiqaramiz-da. Chunki Sila kerakroq bo'ladi, to'g'rimi do'stlar? Nima deylar? Sila umuman kerak emas. Mana Silaga eng yomon ko'radim shu Sila bilan atbirga tushishi. Mana shu ikkalasini olib tashlasa ham bo'laveradi. O'zi kerak. Faqat kuchaytirganda tushmaslik kerak-da. Menimcha tushuntira oldim. Yana Silaga tushadi, gap yo'q. Yana Silaga. Yo, nimaga Silaga tushmayapti? Silaga tushirishimiz kerak. Tez-tez tushirib tashlaymiz. Ana. 82, 83, 84. Ketdi desa biroz proses tezlashtiramiz. Silaga tushsin. Bizga farqi yo'q do'stlar. Hop, proses juda ham tezlashdi. Sila 86, 87, 90, 90, 91, 91. Endi menimcha anonga berib ketsak ham bo'laveradi do'stlar. Pasiga to'g'rimi? Ozroq pasiga bermasak ham bo'lmaydi. Udarlari kuchaymasa, u yaxshi tepalmay qoladi to'pni. Hop, endi texnikaga beramiz. Boshlanishidan udarga tushdi.
pas berishiga tushyapti. Atborga kanashni tushadi endi. Dilasani bu xoramidagi versiyasi bo'lgandan keyin kanashni tushadi. Hop, 87 bo'lyapti kontrol. 82 atborga tushdi. Endi tushmasa kerak atborga. Yo'q, kanashni atborga tushadi do'stlar. Yana atborga. Biz Firmino ham rasvo ful bo'lyapti. Menga shu nomi chiqqani bilan o'sha joyi chiqmadi. Atborga вообще ko'p tushib ketdi. Atbor bilan ayniqsa Silaga ko'proq tushdi. Endi hozir yana ham bir yaxshiroq kuchaytirish harakat qilamiz. Endi bundan buyog'iga yaxshi ham kuchaytirib bo'lmaydi. Udarini bir 90 qilib qo'ysak yaxshi bo'lardi, lekin hech qanaqasiga 90 qila olmaymiz. Trener tugab qoldi va bu yoqdan kuchaytirishlar berib va Roberto Firmino bizda bo'ladi, yomon emas desa bo'ladi, yaxshi. O'zi markaziy hujumchiga Silo ham kerak, Atbor ham endi yaxshi, yomon emas, baribir o'sha nomi chiqqan futbolchilardan biri. Endi biz bunga nima bilan Uselini forma berib qo'yamiz bitta, har doimgi an'analarga sodiq qolgan holda Uselini forma beramiz va ko'p ham bermaydi. Hop, Roberto Firmino bizda mana shunday full bo'lyapti. Uni bitta rasmga olamiz mana shu holatini. Hop, ana tayyor. Videorolik biroz qisqa bo'ldi, lekin xudo xolasa yaqinda qizil kartali futbolchilar keladi, Champions hammasi haqida videorolikdan olaman do'stlar yaqinda. Bundan oldingi videoroliklarimda o'rgatib o'tganman. Qanday qilib olamiz ularni, nima qilish kerak. Qizil kartalar aniq sezon pas orqali keladi. Sezon pas ochish xizmati bo'lsa, meni o'zimda mavjud. Sezon pas ochish bilan shug'ullanaman, bilasizlar. Arzon, ishonchli, sifatli tarzda ochib beramiz albatta. Shunaqa gaplar do'stlar. Xullas, videorolik biroz qisqa bo'lgani bilan bir gaplashib suhbat qilib ketdik. Ob-havo haqida, har xil temalar bo'yicha. Xudo xolasa bundan buyog'iga yana zo'r va chiroyli videolarni olishga harakat qilamiz do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Iminov Dils yangiliklar kanali bo'ldi. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'linglar do'stlar.